Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz va Rishton uy-joyini kuzatuvchilar. Bugungi sotiladigan joyimiz salkam 12 sotiqdan iborat. Mana ko'rishinglar mumkin. Fermer akamizda yonginasida mana shu 11.70 sotiqli 11.70, ya'ni salkam 12 sotiqli joyimiz zudlik bilan sotilyapti. Mana bu joyda Bog'istonda, u yoqda, bu yoqda emas, narxini 35 ming, 36 ming deb turishdi. Egalari 33,5 mingga tushirib qo'ydik. Mana suvni ko'rsating. Suvda qanaqa deganlarga suvdan umuman muammo yo'q. Ichimlik suvdan, svetdan muammo yo'q. Bu yerda umumiy gaz yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, umumiy 8 tacha xonani mana ikkita bitta mehmonxona, bitta oshxonani mana bunaqangi g'ishtlarni urib ko'tarib qo'yishgan. Bu tomonlarda betonlarni quyib qo'yishgan. Plus podvallari ham bor. Mana ko'rsatib bering. Chiroyli proyekt bilan, plan bilan mana bunaqangi 12 li 14 li armaturalarni tashab akalarimiz shu joyda egalari mana shunaqa qurilishni shunaqangi etablariga olib keltirib qo'yishgan. O'zingiz bir shuncha qilingan rasxodni bir hisoblab ko'ring, qancha ketadi hozirgi kunda 6 ta 7 ta uyga beton quyib, podvalli qilib beton quygani palon pul plus ketib qoladi. Biz sizlarga mana tayyorini ko'rsatyapmiz. Xohlasangiz 2 ta 3 ta aka-uka bo'lsangiz, mana bu terazorni oldidan yo'lak qilib turib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni mana bu tomonni birtalaringga. Xo'p, mana bu joyda ham mana 11 sotiqdan oshiqroq joyimizda, bu yerda ham mana quruq joylari bor. Bu yoqda ham mana shu yerda egalariga tegishli. Hujjatga kiritilgan, dokumentidan umuman muammo yo'q. Xohlasangiz mana mol, chorva qilaman desangiz, hozir bizda juda ham chorva rivojlanib ketdi-yu, bittadan like-ni bosib qo'ying. YouTube'da ko'rayotganlar chorva rivojlanib ketdi. Mana chorva qilaman desangiz ham akamiz aytganida shahar shovqinidan zerikkanlarga, birovga ozor bermay, million qilib qo'y boqaman, mol boqaman degan akalarimizga mana tayyor 11 metrga 5 metrli 2 qavatli bunaqa tepalarda hasharxonasigacha moslashtirilgan tayyor chorvaxonalari bor. Xohlasangiz egalari aytishyapti, mana yonida zibir bor. Bu tomonda ham endi o'zingiz bilasiz, unumli foydalansangiz bo'laveradi. Bir tadbirkor akalarimiz, ishbilarmon akalarimiz o'zi bildi. Shunday ko'rganda, "Oh, zibirdan ham bir narsa qilsa bo'ladi" deb tushunasiz. Endi bu yog'i dalshi mana bu tomonda sizdan boshqa qo'shni yo'q. Xohlasangiz olib turib mana bu joylardan ham mana shu og'ilingizni kengaytirib foydalansangiz bo'ladi. Bu joylarni mana shu og'ilni joyigacha hujjatga kiritilgan, o'sha aytganimizdek, salkam 12 sotiq 11.70 ekan hujjatda. Salkam 12 sotiq joyimiz sotilyapti. O'sha aytganimizdek, do'stlar, ushbu joyimizning manzili Oqyer Qum mahallada, o'sha elektrik Muhammad Sodiq akamizni bilasizlar-ku, o'sha akamizning ro'parasidan bir 100 metr kirganingizda mana shu fermerni yerini oldidagi salkam 12 sotiq joyimiz zudlik bilan sotilyapti. Narxi 33,5 ming. Like bo'lsa barcha rishtonliklarga, xususan Oqyerdan joy olaman, Oqyer Qum mahallalardan mana shunaqa molxona, chorvachilikka joy olaman deganlarga yuborib qo'ying. Ushbu ma'lumotimiz YouTube'da bo'ldi. Like bosib, chiroyli izohlaringizni kommentariyada qoldirib keting.